Şunun bilan bu gap qilgan siri kekashlik ahvol texim bak ig'irlashib, Abdumjid aka hozir shu kichik bolalarda kiykashlik masalasi, ya'ni yaxshi gap qilolmaydigan masala bir qadar ig'ir ekan. Shuni qanday qilganda yaxshi davolag'ilibdi yo oldini olg'ilibdi, to'g'riliq bir so'zlab bersangiz. butu bu kekashlikning o'zimi hozir jamiyatimizda kundan kunga oz qolgan bo'lsa-mu, burunqidek anda 80-ci, 70-ci yillardagidek nihoyat ko'p bo'lmasa-mu, lekin ozdir ko'pdir oldimizga uchrab turdi. Endi bu kekashlikning hamda sabablari aytgan chog'imizda mushu bolamiz sog' salomat, bash a'zoyi bejirim tug'ilgan bo'lsa-mu, lekin bolalarni shu amdilatdan mangan amdilatdan tili chiqildigan mezgillarda ko'p ota-onalar ko'p qo'rqitish sababi nima bolalar kekash bo'lib qoladi. Ikkinchi birisi shu dumbi tarafiga, ikki tog'ni o'tirisiga bolani ko'p urushma, e, bu bolalarning kekashlikni keltirib chiqarib qo'ydi. Endi uningdan bilak mush ota-onasida kekashlik ahvoli bo'lsa, mush yengida tili chiqqan bolalarni asosda mush ota-onasi doğrash orqali kekashlik ahvoli asosda shakllanib qoladi. Endi bu kekashlik qanday ahvolni keltirib chiqarib qo'yishi mumkin degan chog'da birinchidan o'zini tuvan ko'rish. Ikkinchidan nihoyat bak jiddiylashayotgan gap qilsa, yot odamlarning oldida gap qilsa, men kekashdim, meni mazoq etami, men xijillab bunda gap qilolmagan sira buni qaqoqlab kulib ketami deganga o'xshash meni tuvan ko'rami degandek, shuning bilan bu gap qilgan sira kekashlik ahvol texim bak ig'irlashib, bemor normal bo'lgan ijtimoiy aloqa munosabati o'rnatolmay, turmushida nurg'unlagan qiyinchiliklarga uchrab kelyapti. Bu ahvol ig'irlashgan sari yurakka minga tushgan besim eshib ketib, bemorlarda kichik turib yurak kasalliklariga giriftor bo'lib qolish ehtimolligi nihoyat yuqori. Kekashlab qolgan ham kekash so'z aytgan bolalarga birinchidan o'zimizning jami oilamizda o'sha kekashlik bilan so'z aytgan yoki qulun qo'shnilarimiz orasida kekashlik bilan so'z aytgan bolalar bo'lsa, bu bolalarga nisbatan biz andoyliqidek mazoq etayotgan, bolalarni qo'rqitayotgan ahvollarni qilmasak. Ikkinchi birisi bolalarga tovush chiqarishni o'rgatsak, masalan, shu har bir harfimizni qayta degizib oilaga kelsak bo'ldi. Yoki bo'lmasa lirik uzun naqshlarni o'qishni o'rgatsak bo'ldi. Uningdan bilak shu tibobatda avrishim sharbati, davo ilmishki, uningdan bilak 20 murabbosini bolalarga iste'mol qildirib bersak, mush kekashlikning ma'lum nisbatda saqlab qolishiga unumi bo'ladi. Foydalanib qolsanglarni umid qilaman.